Agar to'xtasa shunday videolar chiqishini istasangiz, videoga like va obuna tugmasini bosishni unutmang va izohlaringizni kommentariyalarga yozishni unutmang. Izohlaringiz biz uchun muhim. Ogohlantiruvchi chiroqlar miltillaydi. Og'ir yutuklarning qatiqlavushi Sayt 19 ning steril ozuqa yo'laklarida jaranglaydi. Og'ir qurollar bilan qurollangan va taktik jihozlarni kiygan mobil vazifalar guruhi hodisa joyiga yuborilgan. Ular izlayotgan SCP juda o'ziga xos qobiliyatlarga ega. Aynan shunday qobiliyatlar bu jamoaga o'xshagan odamlar uchun uni haqiqiy dahshatga aylantiradi. Oddiy qilib aytganda, mobil vazifalar guruhi nima qila olsa, bu anomaliya undan ham yaxshiroq qila oladi. Chunki saqlash kamerasidan chiqib ketishni tanlagan anomaliya ISP-056, kodnomi esa Go'zal inson. Bu shaklni o'zgartira oladigan mavjudot duch kelgan har qanday buyum yoki tirik mavjudotning undan ustunroq, mukammalroq ko'rinishga aylanadi. Biroq odatda bu ustunlik juda katta emas, nisbatan kichik farq bilan bo'ladi. Jamg'arma ISP-056 ni asl ma'noda saqlab turishning deyarli hech qanday yo'lini topa olmagan, chunki uning anomal qobiliyatlari juda o'ziga xos. Shuning uchun ular uzoq yillardan beri boshqa usulni qo'llab kelmoqda. Mavjudotning zaharli darajada ulkan kibri va manmanligidan foydalanish. Ular saqlash kamerasini oddiy kamera emas, balki hashamatli mehmonxona xonasiga o'xshatib bezashgan. Hammasi 056 ning nozik didiga moslashtirilgan. Ba'zi kunlari esa xuddi bugungidek 056 yomon fe'l-atvorga ega ongli mavjudot shunchaki manzarani o'zgartirishni xohlaydi. Ana shunday kunlarda esa jamg'arma uni to'xtatish uchun deyarli hech narsa qila olmaydi. Sayt 19 ga yuborilgan mobil vazifalar guruhlari yo'laklarni tekshirib, xavfsizlik kameralarida yozuvlarni qayta ko'rib chiqayotgan manman mavjudotning qayerdaligiga oid eng kichik ishorani topishga umid qilayotgan paytda aslida 056 allaqachon juda uzoqqa ketib bo'lgan edi. U ijtimoiy ko'nikmalarsiz oddiy ko'rinishda bir olim saqlash yonidan o'tgandan so'ng o'sha olimning yanada kelishgan jozibador va mukammalroq ko'rinishga kirgan edi. Shu tariqa 056 hech qanday shubha uyg'otmay Sayt 19 ni tark etdi. Bu tepadagi kalxatni ko'rib, kal burgutga aylandi va havoga ko'tarilib, olisdagi Sayt 19 ni ortda qoldirdi. 056 shaharda maroqli tun o'tkazishga tayyor va bunga juda ishtiyoqmand. Ammo 056 shaharni qonga bo'yashga qaror qilsa, u iborani har doim ham majoziy ma'noda ishlatmaydi. 056 Amerikaning kichik shaharchalaridan biriga yetib keladi. Bunday shaharchalar ko'pincha huvillagan cho'l avtomobil yo'llari bo'ylab uchraydi. U yondan o'tib ketayotgan oddiy ko'zga tashlamaydigan bir ayolni payqash bilan darhol nihoyatda go'zal ayol qiyofasiga kiradi. Uning bo'ynida nafis olmos taqinchoqlar, egidinida esa juda qimmat ko'rinadigan qizil ko'ylak bor edi. U mahalliy tomodaxonaga qarab yurar ekan, yonidan o'tgan har bir inson beixtiyor unga qarab qoladi. U esa o'zining manmanona kulimsirashini yashirishga ham urinmaydi. Buni aslida ancha tez qilishim kerak ekan deb o'yladi u. Qo'lda soxta Gucci sumkasi ushlagan, o'ziga ishonch pastroq ko'ringan bir ayol yonidan o'tayotganda qo'lda darhol haqiqiy Gucci sumkasi dasta pullari bilan paydo bo'ldi. U qayerga bormasin, atrofdagi odamlarni o'zlarini yomon his qilishga majbur qiladi. Bunday esa uning quvonchi yanada ortardi. U mahalliy tomodaxonaga kiradi. Shu paytda radioda mahalliy avtomobil yo'li chetidan topilgan, tashlab ketilgan, butunlay vayron bo'lgan mashinalar haqida xabar berilayotgan edi. Mashina ichidagi dahshatli jasadlarni esa hattoki boshlovchilar ham ayta olmadi. 056 esa bunga ahamiyat ham bermaydi va kassirdan qo'pol ohangda $100 kupyurani maydalab bera oladimi deb so'raydi. Kiriplari kelgach, u ulardan faqat bitta luqma yeydi, so'ng ularni devorga otib yuboradi va ovqatning naqadar yomon ekanidan shikoyat qiladi. Shundan keyin esa tomodaxonani tark etadi. U odamlarning bundan qanchalik yomon his qilishini bilishdan zavqlanardi. Chiqib ketayotib, u qorong'u tor ko'chadan qisqa yo'l bilan yurishga qaror qiladi. Qimmatbaho kiyim kiygan, qo'lda pulga to'la qimmat sumka ko'targan ayol esa bunday joyda oson nishonga aylanishi mumkin edi. Shu payt qorong'ulikdan ikki qaroqchi chiqdi. Bittasini qo'lda buklama pichoq, ikkinchisida esa to'pponcha bor edi. Ikkalasi ham yovuz kulib turardi. Qaroqchilardan biri "Sumkangiz juda og'irga o'xshaydi, xonim" deydi. Ikkinchisi esa "Qani uni bizga bering, ko'tarib beramiz" deydi. 056 jilmayib, "Bunga kuchingiz yetishiga ishonchingiz komilmi?" deb javob berdi. Bu gap qaroqchilarga yoqmadi. Ular ayolni kaltaklab, sumkasini tortib olmoqchi bo'lishdi. Ammo shu zahoti 056 qiyofasini o'zgartirib, oppoq kiyimda baquvvat kung-fu ustasiga aylandi. Qaroqchilar nima bo'layotganini tushunishga ulgurmasdan 056 ularni ayovsiz do'pposladi. Bir necha soniya ichida ikkalasi ham yerda yotardi. 056 esa xuddi hech narsa bo'lmagandek hushtak chalib yo'lda davom etdi. Ammo ayollarni kamsitish, kichik bizneslarni masxara qilish va mayda jinoyatchilarni urish ISP-056 uchun yetarli emas edi. Endi u tezlikni his qilishni istardi. Buning eng yaxshi yo'li mashina topish yoki undan ham yaxshisi mashinaning o'ziga aylanish edi. Oradan ko'p o'tmay u avtoturargohga keldi. Atrofdagi mashinalarni birma-bir ko'zdan kechirdi. Ularning aksariyati oddiy edi va eski. Nihoyat uning ko'zi biri qip-qizil Ferrariga tushdi.
va xayolida yangi g'oya paydo bo'ldi. Ferrarimi? Men bundan ham zo'rrog'iga aylana olaman, dedi u. Keyingi lahzada ISP056 mutlaqo yangi yaltiroq qizil Bugatti sport avtomobiliga aylandi va avtoturargohda quvonib aylana boshladi. Shundan so'ng u gazni oxirigacha bosib katta yo'lga chiqdi. U bu safar o'zi istamagan e'tiborni tortishni mutlaqo bilmas edi, ammo hozircha 056 bunga ahamiyat bermaydi. Uning butun diqqati aqldan ozdiradigan darajada tezlik bilan speedometr chegarasini buzishga qaratilgan edi. U soatiga 100 mildan ham yuqori tezlikda magistral yo'ldan uchib borar, tezligi esa tobora ortib va yana ortib borardi. 056 ning omadi chopgan edi. Bu kecha yo'lda undan boshqa deyarli hech qanday mashina yo'qdek tuyulardi. Faqat uzoqda orqa tomonda bir avtomobilni payqab qoldi. Bu nima? Eski xarob politsiya mashinasimi? Qanday uyat! 056 politsiya mashinasini ortda qoldirib, uni faqat uzoq bir xotiraga aylantirib yuborish umidida tezligini yanada oshiradi, ammo voqealar u kutgandek kechmaydi. Aksincha, eski politsiya mashinasi tobora unga yaqinlashib borar edi. Asta-sekin u imkonsiz tuyulgan ishni amalga oshira boshlaydi. Haddan tashqari manman 056 uchun sharmanda bo'lish ehtimoli mutlaqo qabul qilib bo'lmaydigan narsa edi. Shuning uchun u magistral yo'ldan keskin chapga burilib, chang bosgan tor yonli yo'lga chiqadi. U biroz sekinlashadi, go'yo politsiya mashinasini ta'qibni davom ettirishga chorlayotgandek. Politsiya mashinasi bu chaqirimni qabul qiladi va hayratlanarli tezlik bilan 056 ortdan buriladi. Qanday qilib bu eski xarob politsiya mashinasi mutlaqo yangi anomal Bugatti bilan bir xil tezlikda harakatlana olmoqda? 056 buni tushuna olmaydi, ammo u taslim bo'lish niyatida emas. U nima bo'lishidan qat'iy nazar o'zini eng zo'ri deb ishonishda davom etishi kerak edi. 056 yo'l bo'ylab shiddat bilan harakatlanishda davom etadi va oxiri o'rtasidan faqat bitta chang yo'l o'tgan qalin o'rmonga yetib keladi. Bugattining g'ildiraklari loy va qurigan barglar osmonga sochildi. Uning vahshiyona guvillagan dvigatel ovozi o'rmondagi hayvonlarni har tomonga qochishga majbur qildi. Ammo shunga qaramay, politsiya mashinasi hamon uning ortidan kelardi. Uning uzoqni yorituvchi farlar o'rmonning qorong'i va xira-barigini yorib o'tardi. Birdaniga atrofdagi dahshatli sukunat, faqat ikki dvigatelning guvillashidan boshqa hech narsa eshitilmayotgandek muhit, qizil va ko'k miltillovchi chiroqlar hamda politsiya sirenasining quloqni chechuvchi ovozi bilan buziladi. 056 bularning barchasini kulgili deb hisoblaydi. Ammo 056 hali bitta narsani bilmas edi. Uning ortidan kelayotgan odam oddiy kichik shaharcha politsiyachi emas edi. Bugattining radiosi birdan shitirlab jonlandi. Qoch, 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 qoch. 056 nima bo'layotganini tushunmay qoladi. Bu mantiqqa sig'maydi. Oddiy politsiya mashinasi bunday ta'sir ko'rsata olmasligi kerak edi. Agar 056 bu fikrni oxirigacha o'ylab ham ulgurmaydi, politsiya mashinasi g'ayritabiiy tezlik portlashi bilan bir lahzada oradagi masofani yopadi. Bugattining orqa qismiga bor kuchi bilan uriladi. Zarba mashinani dahshatli aylanishga majbur qiladi. Bugatti chang yo'ldan sirpanib chiqib ketadi. Daraxtlarga borib uriladi. 2 marta ag'darilib ketadi va oxiri tomi bilan ag'darilgan holda to'xtaydi. Radiodan esa haligacha o'sha g'alati va vahimali so'z tinmay takrorlanardi. Qoch, 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 qoch. 056 mashina qiyofasida jarohatlangan holda bu qorong'i va odamdan yiroq o'rmonda sovuq, qattiq daraxtlarga suyanib yotar ekan, hayratdan qotib qoladi. Bu qanday qilib mumkin bo'ldi? Buning hech qanday mantiqi yo'q. Nahotki bu politsiya mashinasi ISP jamg'armasidagi o'sha arzimas qurtlar bilan til biriktirgan maxfiy taktik transport vositasi bo'lsa? Politsiya mashinasi chang yo'lning o'rtasida to'xtab, farlari esa qorong'ilikda yorishda davom etardi. Eshigida esa himoya qil va xizmat qil degan yozuv tushirilgan haydovchi eshigi sekin ochiladi va ichidan qorong'i bir siymo tashqariga chiqadi. 056 darhol o'zi bilan birga g'ayri insoniy mavjudot borligini sezadi. U tashqi ko'rinishdan qorni sal chiqib ketgan o'rta yoshli rol mo'ylovli oddiy politsiyachiga o'xshardi. Ammo bu shunchaki niqob edi. Agar niqoblarni tushunadigan biror mavjudot bo'lsa, u aynan ISP056 ning o'zi edi. Jamg'arma bu mavjudotni ISP973 kodnomi Smoky deb ataydi. Bu ichida dahshatli mavjudotni olib yuruvchi anomal politsiya mashinasidir. U jamg'arma hali ham to'liq nazorat ostiga ola olmagan eng xavfli, eng sirli va eng sadistik mavjudotlardan biri sifatida tanilgan. Uning qurboniga aylangan har qanday inson dahshatli o'lim kutadi. Ammo anomaliya unga duch kelsa nima bo'ladi, buni hozir bilib olamiz. Smoky dahshatli anomal politsiyachi ag'darilib yotgan Bugatti tomon maysali qiyalikdan sekin yurib tusha boshlaydi. Uning terisi qog'ozdek oppoq edi. Ko'zlari oltin gugurt alangasidek qip-qizil bo'lib yonardi. Yaqinda sodir bo'ladigan zo'ravonlikni o'ylab hayajonlanganidan oqarib ketgan tomirlari bo'rtib chiqqan mushtlarini mahkam qisadi. Sport mashinasidagi bu ahmoq rostdan ham undan qochib qutula olaman deb o'ylaganmidi? Smokydan hech kim qochib qutula olmaydi. Mashinadan tushib bola deydi.
Smoky janubliklarga xos cho'zib gapiradigan xirillagan ovozda. Aks holda seni mashinadan yulib olaman, ammo Smoky javob kutib o'tirmaydi. U oldinga tashlanib barmoqlarini mashinaning metal korpusiga sanchadi va dahshatli darajada g'ayriinsoniy kuchni namoyish etadi. U avtomobilning qismlarini yulib tashlay boshlaydi. Metal panellarni xuddi oddiy odam apelsin archigandek osongina sug'urib olardi. U ichkarida odamning dahshatli tushganini tasavvur qiladi. Bu barcha metal qatlamlar ostida yashiringan shirin meva kabi edi. Seni tutaman bola, deya takrorlaydi u hayajondan ovozi hatto titray boshlaydi. Seni tutaman, seni qichqirtiraman. Seni qo'rqib ketgan kichkina cho'chqachadek chinqirtiraman. Ammo birdan mashina shunchaki g'oyib bo'lib qoladi. Qo'lda ushlab turgan metal bo'laklari ham bir lahzada yo'qoladi. Smoky atrofga hayron bo'lib qaraydi. U bu yillarda juda ko'p g'alati va dahshatli voqealarni boshdan kechirgan edi, ammo bu hatto uning uchun ham mutlaqo yangi holat edi. U boshini ko'tarib o'rmonning qorong'uligiga tikilib, mashinadan asar ham qolmagan edi. "Qayerdasan bola?" deb xirillagan ovozda so'raydi Smoky. "Mendan qochib qutulaman deb o'ylayapsanmi?" Shu payt uning oldida daraxt ortidan masxarali piching ovozi eshitiladi. So'ng baland bo'yli, qoramtir notanish odam politsiya mashinasining farlari yoritib turgan xira nur ichiga chiqib keladi. Bu SP056 edi, ammo u endi hashamatli sport avtomobili qiyofasida emasdi. Endi u kino afsonalaridan biri Clint Eastwood ijro etgan Dirty Harry qiyofasiga kirgan. Avval o'q uzib, keyin savol berdi afsonaviy politsiyachi. "Men sendan qochyapman deb o'ylayapsanmi, haromi?" dedi Garri. "Aslida men sening xunuk basharangga qarashdan charchagandim. Biroz nafas rostlab olib, keyin qaytib kelib kallangga bitta o'q uzaman deb o'yladim." Smoky irillaydi. Uning jag'i ochilib, odatdagidan ham uzoqroq cho'ziladi va dahshatli qora bo'shliqqa aylanadi. "Bu bilan gapimni inkor qila olmadingmi-ku, aqlli bola", deydi Garri kinoya bilan. Ammo Smoky gap talashadiganlardan emas edi. U qo'llarini oldinga cho'zgan holda Garriga tashlanadi. Barmoqlarining uchidan uzun o'tkir tinoqlar o'sib chiqadi. Smoky chizishga ham ulgurmaydi. Garri paltosidagi g'ilofga qo'l uzatib, o'zining mashhur qurolini chiqardi. 44 Magnum revolveri. Bu tarixda eng kuchli revolverlardan biri edi va Garri undan mutlaqo bexato o'q uzardi. Garri qurolni Smokyga to'g'rilaydi va kuchli o'qni uning peshonasi o'rtasidan otib yubordi. Smoky bir lahzaga gandiraklab qoldi. O'q uni deyarli kara qilgandek tuyuladi, ammo bu ta'sir juda tez yo'qoladi. Smoky dahshatli bo'kirib Garriga tashlanadi. Garri esa so'nggi lahzada zarbdan chap berib qochishga ulguradi. 056 ichida xavotir uyg'onayotganini yashirishga urinadi. Hatto men uchun ham bu narsa juda kuchli, juda ehtiyot bo'lishim kerak deb o'ylaydi u. "Menga hurmat ko'rsatishing kerak edi bola", deya g'irillaydi Smoky. "Men qonun odamiman. Sen asli kim bilan olishayotganini tasavvur ham qila olmaysan." U yana va yana Garriga zarar berishga urinadi. 056 esa imkon qadar Clint Eastwoodga xos sovuqqonlikda saqlashga harakat qiladi. "Hurmat talab qilinmaydi, unga munosib bo'lma, haromi", deydi Garri Magnumini yana nishonga olib. "Odamlarni qiynab dahshatga solayotganing uchun o'zingni zo'r deb o'ylayapsanmi? Senga o'xshagan ifloslarni yo'q qilish uchun men politsiya safiga qo'shilganman." Garri o't ochadi va revolverining butun barabandagi o'qlarni Smokyning ko'kragiga ketma-ket bo'shatadi. Bang, bang, bang. Smokyning tanasi Garri Magnumidan otilgan o'qlar zarbasidan qaltirab ketadi. Magnum o'qlari unga xuddi tovushdan ham tez uchayotgan po'lat mushlar kabi kelib uriladi. Smoky oyoqlarini yerga mahkam tirab, muvozanatini tiklaydi. Tagidan zahriy o'qlarni chiqaradi va tushirib yuboradi. Jin tabiatli politsiyachi oldinga tashlanib, Garrining kostyumi oyoq ostidan mahkam ushlaydi. Uni yerdan ko'tarib, orqasi bilan yaqin atrofdagi daraxtga qattiq uradi. Revolver uning qo'ldan tushib ketib, jaranglagan holda o'rmonga yerga tushadi. Endi ustunlik Smoky tomonida edi. Uning changali temir qisqichdek mahkam edi. 056 hatto Dirty Garri qiyofasida bo'lsa, bu safar qutulib keta olmayotgandek tuyulardi. Smoky uni daraxtga shu qadar qattiq bosadiki, 056 daraxt po'stlarining g'ichirlashini va suyaklari bukila boshlaganini his qiladi. "Endi buncha gapirmayapsan-ku, shundaymi bola?" deya kuladi Smoky. "Seni asta-sekin o'ldiraman. Oxiri rahm so'rab yolvoradigan bo'lasan. Sen yaxshi jangchi ekansan", deydi 056 qiyofasini o'zgartira boshlar ekan. "Lekin men sendan yaxshiroqman." Bir necha lahzadan so'ng SP056 endi Dirty Garri emas edi. Endi u deyarli barcha jang san'atlarini mukammal egallagan afsonaviy kino qotili John Wick qiyofasiga kirgan edi. Smoky bir lahzaga nima bo'lganini tushunmay qoladi va 056 aynan shu imkoniyatdan foydalanadi. Smokyning yuziga bir necha mohirona zarba bergach, 056 uning changalidan chiqib ketishga muvaffaq bo'ladi va ko'ksiga kuchli tepki berib, ular orasida masofa hosil qiladi. "Qani boshladik. Ancha vaqtdan beri yaxshini mashq qilmaganim", deydi John Wick qiyofasidagi 056. Smoky John Wickga tashlandi, ammo John ko'p yillik jang tajribasidan foydalanib uning hujumini qaytardi va javoban Smokyning yuzi hamda ko'kragiga shafqatsiz zarbalar yomg'irini yog'diradi. Har safar Smoky o'zining g'ayritabiiy kuchi bilan zarba berganda 056 uning qo'llarini chetga burib yuboradi va raqibning kuchini uning o'ziga qarshi ishlatadi. Shubhasiz Smoky kuch jihatdan ustun edi, ammo SP056 ning animal qobiliyati tufayli John Wick qiyofasi jang mahorati borasida Smokyni ancha ortiq
qoldirardi. 056 ning bir qismi qo'rqayotgandek edi, chunki u juda kam hollarda bunchalik kuchli qarshilikka duch kelgan, ammo uning boshqa bir qismi bundan zavqlanayotgan edi. Mana shunday dahshatli mavjudotdan ham ustun bo'lish hissi nihoyatda hayajonli edi. Sen rostdan ham jonimga tegishni boshlaring bo'ladi, deydi Smoki va politsiya kamaridan rezina tayoqchasini chiqaradi. 056 esa jangovar pichoqni sug'urib oladi. Undan buni isbotla, deydi u pichoq bilan jang qilish holatini egallab. Smoki rezina tayoqchasi bilan 056 ga zarba beradi. 056 esa uni pichoqning tig'i bilan to'sib qoladi. Shundan keyin deyarli qilichbozlik jangiga o'xshash olishuv boshlanadi. 056 va Smoki navbatma-navbat o'z qurollari bilan zarba berib, bir-birining hujumlarini qaytarib turishadi. 056 bo'ynini qarsillatib cho'zadi. O'sha paytda Smoki yanada g'azablanadi va rezina tayoqchasini to'rdan-to'g'ri 056 ning yuziga otadi. Man Anomaliya aniq mo'ljallangan tayoqchani pichoq bilan qaytaradi, lekin buni chag'itish ekanligini kech anglaydi. Smokining mushti nazoratdan chiqqan avtomobil kuchi bilan kelib 056 ning yuziga qattiq uriladi. Bu zarba uni oyoqdan yiqitib yuboradi. Oyoqlari tagidan chiqib ketadi va u yerga qattiq gursillab qulaydi. Ammo Smoki to'xtamaydi. U karaxt bo'lib yotgan 056 ustiga engashib, yana va yana musht tushiradi. Tug'ilgan mushtlari bilan uning boshini tinimsiz ura boshlaydi. Afsuski, 056 ning omada kelmagan edi, chunki rahm shafqat degan so'z Smokining lug'atida umuman yo'q edi. 056 ning qiyofasini o'zgartirishga ham vaqt qolmaydi. Har bir musht zarbasi bilan uning tanasi tobora chuqurroq loy va tuproqqa botib borardi. Tinimsiz yog'ilayotgan zarbalar ostida u asta-sekin hushini yo'qotayotganini his qiladi. Hayotida birinchi marta u chinakamiga qo'rqib ketadi. Agar hushdan ketsa, unga nima bo'ladi? Smoki unga yana qanday dahshatli ishlar qilishi mumkin? Birdaniga o'rmon har tomondan kuchli projektor chiroqlari bilan yoritiladi. Osmonning yuqorisidan vertolyotlarning guvillagan ovozi eshitiladi. O'rmonni SP jamg'armasining yuqori darajada tayyorlangan va og'ir qurollangan mobil vazifalar guruhlari joylashgan taktik transport vositalari qurshab oladi. Merganlar Smokining nishonga olib, zirhni teshib o'tuvchi 50 kalibrli o'qlar bilan otishga tayyorlanadi. Yer ustida askarlar esa avtomatlar bilan qurollangan holda har tomondan bostirib kiradi. Go'yo qandaydir sehr ishlagandek, Smoki ham, uning la'natlangan politsiya mashinasi ham bir lahzada g'oyib bo'lib ketadi. Ortda faqat ko'karib ketgan, qonga belangan va gangib qolgan SP-056 qoladi. 056 esa yerda og'riq va dahshatdan titrab yotardi. Ko'p o'tmay 056 ni jamg'arma xodimlari o'rab oladi. Ular uni yana saqlash kamerasiga qaytarishga tayyor edilar. 056 hatto o'zi ham kutmagan darajada yengil tortadi. 056 yig'lamsiragan ovozda deydi: "Iltimos, meni xonamga qaytaring." Bugunoq Dr. Bob Patreon sahifasidan ko'rib chiqing va kichik ilmiy tadqiqotchi bo'ling. Endi esa Dr. Bob fayllardan yana bir videoni tomosha qiling. Masalan, SP-056 go'zal inson.